Yo, afsuski ovozimda shum bor. Do'stlar, yaqinda juda ham sifatli video chiqadi. Onasini ham to'rtta video chiqaraman desam. He. Yo, stick. Короче. Endi bizga 3-qavat kerak, to'g'rimi? Bu 2-qavatmi? Yo, what the? Bu 2-qavat. Voy, bekor buzib tashlaymiz. Endi buni nimadir qilish kerak. Stop. Endi buni qilib yo'qamiz endi boshqa. Bugungi videomizda biz serozliroq bo'lamiz. U qachongacha bunaqa детский bo'lib bunaqa so'kib videolar olamiz. Xo'p. Bugungi videomizda biz nima qilamiz? Qo'shimcha biznes quramiz. Qanaqa desanglar, mana asli biznes quramiz. Katta bunday chiroyliroq kemadan eshik ham ochib qo'yamiz. Чтобы bu yerdan chiqib biznesni o'sha to'ldirib yaxshiroq qilish uchun. Xo'p, hammaga salom, sizlar bilan men Jiko. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Minecraft 1.21 versiyasida surviyarimizning adashmasam 6-qismini olamiz do'stlar. Videoga 10 ta like to'plab bersanglar, 7-qismi chiqadi do'stlar. Xo'p, biz boshladik unda. Men bu daraxtni kesib tashlaymiz hozir. Bizga resurslar kerak bo'ladi. Xo'p, u yoqqa eshik kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda eshik уже hal. Shunman eshik qanaqa yasirdi? Eshik yo'qmi o'zi menda? Hop, stop. Eshik ham qanaqa yasirdi? Yo'q, men bunaqa bor. Menimcha taxtadan ko'proq kerak yo'q. Mana. Yasadik endi hozir bularni qo'yib qo'yamiz. Buni beqol va hop, o'zi ham chiroyli anaqa eshik bo'ldi. Hozir men buni bitta anaqa bilan qo'yamiz. Все. Chiroyli bo'ldi. Endi bizga hop, mamyonni yopamiz, полностью oyoqqacha yopamiz va bu yerga полностью chiroyliroq qilib anaqa qilamiz. Hozir bizga yana anaqa kerak bo'ladi. Mana bunaqa. Tushunmadim, mana sal yopilmagan ekanmi? Davom eshikni yopib qo'ying. Mana chop tashlaylik. Xo'p. Mana chop tashlaymiz, kerak emas daraxtlarni mana. Mana ham kerak emas masalan-da. Mana ham chop tashlaymiz. Onasini esa atrofda bitta ham daraxt qolmasin. Hamma daraxtlarni olib tashlaymiz. Do'stlar, albatta videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yo, qornim ochdi, yugurmayapman. Voy. Hozir ovqat yeymiz hozir. Mencha o'zi hayvon ham yo'q-da. Bu anaqada tushunmadim, bilin. Men hayvon ham yo'q. Hozir mana yoqda easy turibdi. Buni normal qilib qo'yamiz do'stlar. Deb o'rtada ham 6tasini qilib turaylik. Xo'p. Ungacha biz mana anaqa territoriyani loy bilan to'ldirib turamiz. O'zi 15 ta anaqa ekan loy. Tekslab qo'yamiz endi. Nechta pishibdi уже, nechta? Ikkita bor уже menda. Uchtaga bermaydi jigarlarim. Berish uchun bizga mana bor, o'shani mamna qilishimiz kerak, keyin beradi. Da jigarlarim. Ungacha mana anaqa qilib turamiz. 1 2. Mana shu polni o'yna bo'ladi do'stlar. Do'stlar, sizlarga live hack mana bor, mana bu glass. O'shani versiyaga kirib normalniy ozg'in mamnaqa mana mamnaqa o'ynaga almashtirib olinglar, chunki 6 ta mamndan bo'lsa 16 ta anundan beradi do'stlar. Sizlarga plus bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. 6 ta. 16 ta beradi do'stlar. Shuning uchun sizlarga plus bo'ladi. Shuning uchun live hack sizlarga. Ham chiroyliroq o'yina bu, normalniroq.
Sekin asta qo'yamiz u. Yo, yomg'ir ham yog'ardi. Ana birinchi marta yomg'ir yog'adi. Hop, endi yomg'ir yog'di degani bu yaxshi degani mana bu yerda to'lib qoladi. Mana bu. Yo'l olamiz. Do'stlar, uyimiz ham 3 qavatli bo'lib ketibdi. Yopaman buni. Eshikni yopib Hop, bugun 8-kun, yo'mayu. 9-kun bizni kutmoqda. Yo'q, hello 9-kun. Hop, bugun 9-kun. Bu degani yaxshi degani. Yana bitta 6 ta bo'ldi. Yana olamiz undan. Hop, yana qurishni davom etamiz. Bugun do'stlar 9-kun. Day 8. Ya'ni 9-kun buzilib ketdi. Yo'q, yanami? Minus qoldi abadiyat. Masjidgacha shu bo'ladi. Normali voy, mamyoni biz kerak emas. Mamyoni oq daraxtmi? Yo'q, mana bundan qilamiz, ya'ni oq daraxtdan. Mana bunaqa yopib chiqamiz, do'stlar. Hop, bus. Endi bu yoqqa oyna qo'yamiz, bus. Bo'ldi do'stlar. Mana mashinaga bo'ladi do'stlar. Hop, endi bu yoqni biz tashlashimiz kerak bizga. Biz tashlash kerak. Biz tashlaymiz va mana olib tashlaymiz. Hop. Stop, mana kerak emas. Qo'y buni. Endi bizga yana mana qilamiz. Chiqamiz. Mana bunaqa chiroyli bo'lib qoladi. Mana buni ham hozir qo'yib chiqsa ham bo'ladi. Mana buni ham qo'yib chiqamiz. Menimcha tom kerak emas. Kerak. Keyinroq yoki keyinchalikroq qilamiz do'stlar, yoki bugungi videoda qilib qo'ya qolamiz. 4 ta bo'pti. Mana do'stlar, ferma pashti bitib qoldi. Endi bizga qum kerak, qum olib kelamiz hozir do'stlar. Bu yerda qum bor, adashmasam. Bor ekan. Hozir 30 tami 40 ta qum olib kelamiz. Hop, mana 30 ta bo'ldi. Biratol ko'proq bo'g'ramiz, chunki kerak bo'ladi. Yaxshi ham yonimizda ekan qum bor. Endi ketdik. Do'stlar, men o'zimga kuch topdim. Afsuski menda suv yo'q. Men o'rtoq bo'lardim. Men afsuski suv yo'q. Mayli, xayr. Короче, mana yo'lga keyinchalik zinala qilamiz. Kuchayamiz onasini ham. O'z normalniy kuchayib qo'ydik-ku 10 kun ichida. Hop, endi bularni eritamiz do'stlar. 39 mana. Eritamiz, kutamiz eritishini. Naqadar go'zal deb kuzatib o'tirish uchun narsalar qo'yish kerak bu yoqqa. Hop, bize mana yoqqa ikkita qo'yishimiz kerak. Ikkita kerak уже. Mana bunaqalarni qo'yamiz do'stlar bu yoqqa. Hop, 16 ta bor bizada. Qo'yib chiqsak bo'ldi. Sekin asta sindirmasdan eplab qo'yamiz. Bu sizlarga blok emas, oyna jigarlarim. Ehtiyot bo'lamiz. Yetmadi. Hop, endi mana yoqqa bo'ldi, stop. Do'stlar, mana bu yerda 8 ta bor ekan. Men sezmagan ekanman. Davay ikkita olamiz. Ikkita beradi. Bemalol bo'ldi do'stlar. Endi mana buni olamiz. Kerak emas, jigar bo'ldi. Olamiz va mana buni tiqib qo'yamiz. 32 ta bor. What the? 32 ta bu degani bemalol yetadi degani. Hop, 32 ta. What? Bo'ldi do'stlar. Ferma bitti. Endi mana buni aniq chiqsa bo'ldi. Hozir stop endi qilamiz. Birinchi bo'lib mana buni olamiz, o'zimizga kerakli narsalarni va bizda aniq yo'qmi? Stop. Bo'ldi, mana buni yasab olamiz va bo'ldi do'stlar. Tomini keyinchalik quramiz. Tom уже kerak emas ham. Voy, bitta problema bor-ku. Suv problema. Mayli, hozir suv olib kel. Hop, suvni olib kelyapman. Hop. Mana yoqdan boshlasam bo'ladi. Buzamiz aytgancha buni. Buzamiz. Mana 3 ta qilsak bo'ldi уже, chunki bir mana bu yoqdan 2 ta ham yetadi уже. 2 bo'ldi. Бесконечный suv. 1 бесконечный suv do'stlar. Bu yerni ham shunaqa qilamiz. Bu yoqda bitta qolgani bo'ldi. 1 2 3. Endi bu yoqqa mana bundan yana suv olamiz. Mana do'stlar, lifehack бесконечный vedro degan
lifehack do'stlar. Sizlarga mana bunday qilib chiqamiz endi. Kuchi papusa ufasevada. Endi ekib chiqamiz o'zimizga anularni. Mana ikkita ekan menda. Ikkita bu degan yaxshi. Hop, buni qo'yamiz va ekamiz. 1, 2. Hozircha ikkita, xudoga shukr. Bo'ladi ikkita ham. Yana nima qildimmi men? 3 ta bo'ladiki. Yo'q, mana 3 ta bo'ladi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da. Как раз. Hop, endi bizda yana bitta suv bor. Hop. Bitta, ikkita, ikkita do'stlar. Mana do'stlar, fermani bor, vashi qo'yillatib qo'ydi-yu. Men Survivalda bunaqa ferma quraman deb o'ylamagandim do'stlar. To'g'risi men. Mana do'stlar, ferma onasini ham uy yonida deydi-yu. Hop, endi biz foydalarni mana qilib qo'yamiz. Ishni yopamiz va hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Jigo bo'ldim. Bugungi videomizda biz sizlar bilan nima qildik? Mana men onasini ham juda ham katta fermani qurdik. Wow! Qaranglar buni chiroyliligini. Qurdik uyimizni yoniga do'stlar. Kommentariy yozib qoldiringlar.